Shu hozir uyda oyim aldab siz oldingizga keldim. Nima deding oyingga? Pochcham mazasi bo'lmayotgandi. Hop. Shunga bugun 14-fevrali. Aha. Dadangdan so'rab kelsang bo'lmaydimi? Dadam bilasizki. Ha, oyingdan qo'rqadi. Ha. Duh. Xo'p, 14 fevral shu ertaroq borsang bo'lmaydimi? Kechki soat 10 bo'lyapti-ku. Oyim telefon qilib qolsa, shuni bir og'iz bu narsa devorarsiz, pochcha. Ha, bo'ldi. Yonimda deb. Telefoning g'ing'ilayapti. Vibratsiyadami? Ha. Kim? Oyim. G'iromga qo'y. Oyim. Balam, pochchang o'libdimi, yo'qmi? Yo'q. Oyim komada ekan pochcha. Doktor Rahmonga 1 million beringlar, sekin pochchangni yo'q qilib yuborsin. Dadamdan olgan qarzni 10 millionda nima qilamiz? U go'rsoqda pochchang 10 million beradigan odam emas. Men aytgan narsani qilgin, balam. Xo'p. Nima deydi meni? Pochcha, endi sal tushunasiz. Pochcha bitta choyxona qilib beraman o'zim, bitta choyxona. Choyxona qilib beraman o'zim. Pochcha, men borman-ku. Bir test borki? Xo'p. Ayni. O'lmadi, doktorga pul ber deydi buni. Ay. Pas.